52,5 deyishdi. Benim chatda eshitdik. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Biz bugun Namangan viloyati Kosonsoy tuman Tergachi mol bozoriga kelganmiz. Ya'ni vodiydagi kattalik katta bo'lmasa ham sifati bo'yicha birinchilardan bo'lib turadigan Tergachi mol bozori. Agar bu bozorga kelib savdo qilib ko'rgan bo'lsangiz bilasiz, albatta bir 70% mollar hammasi sifatli, parodali mollar bo'ladi. Akalar, agar kelib ko'rganlar bo'lsa, albatta fikrlaring kommentariyada yozib, videomizga like bosib turinglar. Bu yerdan olingan, sotilgan hammasini sizlarga bir qator ko'rsatib beramiz. Biz bo'lmasa videomizni boshladik. 5 million 500 mingga olishibdi shuni. O'ylari birovun pilisida. Orqalarini ham ko'rishlar ham o'ta chiroyli narsa. Gap yo'q, barakasini ber. Bahaybat ish kelyapti mana xonajimda. 18 million litr suti bor. Mana bozor arzon. 18 million 10 litr suti bor ekan. Bozor zo'r, gap yo'q aka, baraka toping. Olamiz qancha bo'ldi? O, narxini bila olmay qoldik. Aka qancha bo'ldi? Qancha? 10 million 500. Mana sizlarga bozor, ana sizlarga bozor. Bozor nimaga arzon? Qanday so'raman? Voy, yana bola qancha? 24 million 8 ming bo'libdi mana. Bolasi buqa. Nechinchi qorin ekan bu ekan? 3-qorin ekan, shoqidan 3-qorin. 3-qorin ekan mana. Akalarimiz ekspert o'tgan ekan, zo'r. Barakasini bersin. Mana Mono tomonda Shved gibridimiz o'ta chiroyli kelyapti. Shahlo ko'z 18 million 400 dedingizmi? Yashang, barakasini bersin. Mana ba'di Greenford Sementalimiz 39 millionga chiqyapti mana. O'ta chiroyli ekan holatlari. Yosh 39 millionga zo'r. Menimcha arziydi akalar. Like'ni bosgan odam uyga shunaqadan bir 20 ta baylash nasib qilaversin akalar. Albatta kommentariyaga havas qildim deb yozib ketavering. So'zlar buqa. Hoji aka qancha bo'ldi buqamiz? Opa 19,5 ga sotdingiz. Yashang, barakasini bersin 19,5 millionga. Lekin o'ta ham chiroyli boqishgan ekan opodamiz. Bo'ylari ham 1.10 plus minusida. Gap yo'q, opoddan rizo bo'lsin deb qo'yamiz. Olgan odam baraka topsin. Mana yosh xonajinimiz chiqyapti. 12 millionga olishibdi mana. Yashang. 12 million. Bo'ylari 1 metr plusida. Xonajinimiz 12 million so'm. Zo'r. Bu yoqda yana bitta mana xonajin, qisir xonajinmi? Aka qancha bo'ldi bu? 16 million 750 ming bo'libdi mana. Qisir xonajinimiz. Boy akasi qancha bo'ldi? 45 million. 45 million. Ena bola nechinchi qorin ekan? Ikkinchi bola 44 million bo'ldi. Ikkinchi bola 44 million deyishyapti. Qaysi bilan gap rost, qaysi bilanki yolg'on? Ikkinchi. Zo'r. 3tasi. 3tasi 13,5 milliondan 21tasi. 13,5 milliondan kesdi. Mana shunaqa holatda 21tasi. 13,5 milliondan 21tasi. Zo'r. Aka, Shved qancha bo'ldi? 30 million bo'libdi, to'g'ri, Shvedimiz. Aka, yana bola qancha bo'ldi? 24. Yashanglar, barakasini bersin. Yana bola 24 million so'm bo'libdi. Bozor akalar, albatta yonida agar mehnatimiz ozgina qadrlab akalar videoga like bosib, narx-navolar qanaqa albatta o'zlaringiz fikrlarini kommentarda chiroq qilib yozib kelsang, biz shundan xursand bo'lamiz. Albatta kanalimiz rivoji uchun poddeshka qilib turasizlar degan umiddaman akalar. Yana bola chiqyapti. 35 million 200 ming deyishyapti. Nechinchi qorin ekan hoji aka? Ikkinchi qorin. Barakasini bersin. Zo'r. Ikkinchi qorin 35 million 200 ming so'm deyishdi. Kelyapti. Buqachani chiroylisi. Qancha vaqtda buqacha? 100 ming kam 14 million. 100 ming kam 14 million so'm o'tmash buqachamiz. Zo'r. Bo'ylari 90 plus minusida. O'ta chiroyli ekan. Ranglari ham boshqacha oppoq. Bu yerda yana bolani boshqachasidan chiqilyapti. Agar narxini aytsa, narxini sizlarga aytamiz. Birinchi buqachani aytamiz. 28 ming sotilmabdi. Xudo xolasa bitta bozorimda, bitta bozorimda qimmatga sotildi. 30 million bo'libdi mana yana bu. 39 million opa. Tog'a qancha bo'ldi bu? 13 million. Nech pul oldi ekan hoji aka? 34 million mana. Akalar o'ta boshqachalar. Aka narxidan xabaringiz bor? 38 million 500 ming. Va yana bola qancha bo'ldi ekan ukam? Tog'a qancha bo'ldi?
24 million mana akalar. 24 million zo'r. Mana adam behaybat aka qancha bo'ldik a? Narxidan xabaringiz yo'q. Lekin oyog'i yashirdan chiqqan ekan. Mazasi yo'q ekan. Lekin holat o'ta katta. Behaybat. Bu yoqda yana chikelyapti hozir. Aka qancha bo'ldi ekan bu qachamiz? 20 million. Aka siz qancha bo'ldi buqa? 19 million, nergis 20 million. Zo'r. Barakasini bersin. Hoji aka qancha bo'ldi bu? 24 million 200 yashang, barakasini bersin. Hali qisir tug'magan yosh xonajin ekan. 24 million 200 ming bo'libdi. Zo'r. Barakasini bersin. Akalar, agar videomiz yoqayotgan bo'lsa, albatta bitta yurakdan chiqarib like bosib, o'zlaringiz fikrlaringlarni bitta kommentariyaga yozib qo'yinglar. Shvedlar ham chiqyapti. Egalar tomonidan ham bitta shved yana bor. Qancha o'tdi bu? Qaytdi 15 ta. 15 milliondan qaytibdi mana. Boy aka qancha bo'ldi yana bola shvedlar? Gap yo'q aka. Charchamaydi. Aka qancha bo'ldi ekan bu shved? 33 ga sotilmayapti. Vah, bitta bozor unday, bitta bozor bunday. 33 million. Kommentga albatta niyatingizga yetasiz. Oh. Qorakanda qo'y. Sotilmayapti 17 million. Donash bu qachon sotilmayapti. Nergilar 18 milliondan bitta joyga sotilibdi. Barakasini bersin deb qo'yamiz. Nima deymiz bu yoqda mana bozorimiz cho'ta bugun sal ertaroq tugab qoldi. Qandaydir. Bilmayman, anaqa sabab menimcha havo issiqligiga shekilli. Haybatlar qancha bo'libdi ekan boy aka? 44 million. Sizniki yosh tog'a? 22 million bo'libdi. Qancha bo'ldi hoji ota? 29 million 200. O'ta behaybatlari, lekin vaqt gap yo'q. Bo'ldi. Nech pul bo'ldi aka bu shvedcha? Bunisi 19. Yashang, barakasini bersin. 19 million so'm. Shved deymizda endi. Mana bu yoqda yosh buzovchamiz chiqyapti. Aka qancha bo'ldi buzoqcha? 12 million 200 ming. Jup qancha bo'ldi aka? Va jup qancha bo'ldi aka buni? Qancha bo'ldi shem bu? Jupini bilishmas ekan. Nima deymiz endi? Ta'min qilib ketaveramiz, deb qo'yamiz sekin. 23,5 million bo'libdi mana shved buqachamiz bo'ylari 120 pilisida. Barakasini bersin. 13 million 200 ming Shopir tog'amiz narxini so'rab, 13 million 200 ming so'm. Ketdi mana buqacha. 18 million. Akasiz qancha? Qizilimiz 17 million so'm. Ona shu narxini bilmaydigan hozir narxini bilan. 31 million. 31 million so'm. Zo'r. Barakasini. Turmush chiqiliya qancha bo'ldi ekan aka? Qancha o'tdi? 22 million. 22 million so'm. Greenford menimcha tozasi emas, sal gibridroq. Xunajin 22 millionga sotildi. Barakasini berib qo'y. Buqalarimiz qaytyapti mana. Bozorda vibr o'ta ko'p, tanlov, mol o'ta ko'p. Aka nech puldan bo'ldi bular? 17 milliondan sotilmabdi. 17 milliondan sotilmabdi. Nima deymiz endi? Sotilmaganlari juda ham ko'p. Bular ham ikkitasi sotilmagan. Bu tomon sotilyapsa albatta narxini aytamiz. Tog'a yana bola qancha bo'ldi? 39 million bo'libdi yana bola. Bolasi xunajin. Molni holati o'ta ham chiroyli. O'ta ham katta ekan. Aka qancha bo'ldi bu? 23,5 million. Zo'r, barakasini bersin deb qo'yamiz. Ba'zi yana bitta yana bolamiz kelyapti. Ko'rsatamiz bilan. Aka yana bola qancha bo'ldi ekan? 25 ga sotishmabdi. Bitta bozor unday, bitta bozor bunday aka. Nech pul oldi aka bu? 42 sement olamiz. Ketdi mana 42 millionga. Zo'r, barakasini bersin. Ana bitta yosh shvedimiz 35,5 million so'm bo'libdi. Oh, bular og'och odam sudrab ketdi. Akamiz o'ta qattiq yiqilishdi lekin. Bu yoqda ko'ramiz endi. 16 million ketdi mana yosh ko'chatimiz. O'ta chiroyli narsa ekan lekin. Yosh shved xunajinimiz chiqilyapti. Qancha bo'ldi ekan aka? 15 million 100 ming bo'libdi mana. Yosh o'ta chiroyli ko'chat xunajinimiz. O'ta chiroylisi mana. Nech pul olib saydak bar aka semento?
45 million ketibdi, uni sement. Hoji aka qancha bo'ldi bu? Narxdan xabarlar yo'q ekan. Hurmatli kuzatuvchilar, agar videomizni shaygacha ko'rgan bo'lsangiz, hammalarga kattagan rahmat. Albatta, poddeshka qilib, hali ham like bosib, komment yozmagan bo'lsangiz, bitta like, bitta komment yozib, albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz, biz sizlardan xursand bo'lib qolardik. Keyin sizlarga har doim shunaqa sifatli videolar chiqarishda davom etamiz. Sizlar albatta poddeshka qilib tursangiz bo'ldi. Akalar, keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.